Do'stim, qo'shaver. Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar. Mana kechqurun bo'lsa ham hozir biz nasosimizni yurgizdik. Mana akalar, suv 3 metrga otib suv chiqaryapti. Yapa 22 kilovat. Qale, zo'rmi? Nima bo'lyapti? Ana suv. Maşallah. O'ta dahshat. Suvni qaranglar. 22 kilovat. Kaya pogружение nasos. Xullas firmasiga kelsak, EPA firmasi bu. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqasi kamdan kam. Nasos qaranglar, mana uni. Bitta like bosib qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bor. Oh! Qalay suv? Fermer akamizga mana. Qalay? Zo'rmi? Ha. Bak xolasi. Hozir o'rnagan joylarni ham ko'rsatamiz. Hali bu yerga shit o'rnagan yo'q. Nasos mashg'ulotda o'rnagan mana. Voy, pastga tushib ketgan. Suv vazan oqadi qanjay. Mana. Qorong'i bo'lsa ham ko'rsatyapti. Suv shaldirab oqadi bu yerda. Suvni qaranglar. Podyomi, xullas 20 metr uzoqlikda 5 metr podyomi bor. 20 metrda. Lekin suv o'tda dahshat. Alloh baraka bersin. Mana qaranglar. Ha, qalay? Xullas kimga shunaqa xizmatlar yoki Ona qaramma. Wow! O'ta tiniq-ku. O'ta tiniq. Hurmatli akalar, mana nasosni amperni o'lchaymiz. 43.7. 43.2. Bunisi ham 41. Bu hali tushadi. O'chiraveraymi? Xudo xolasa nasosimizni kuchlanishlari ham zo'r. Endi ertaga bitta elektroshit bitta to'g'rilashadi. Montorga zakaz berishibdi, bu bo'lmaydi. Holati juda ham yomon ekan. Xullas suv chiqarishi zo'r, 42 amper. Juda ham zo'r. O'zi 46-48 gacha ishlash kerak. Nasos zo'r. Shunaqa gaplar. Xudo xolasa akalarimiz o'chirdi. Ariqlarga suv sig'may ketdi. Hamma suv bosib ketdi. Ha do'stim. Yolloh. Mana hovuzdan to'ldi, tagidan to'lib qolganda. Voy, qaydadir urib kesibdimi? Voy, qayga kirib ketyapti bu? Voy. Qara. 5 minutda to'ldi. Qayga? 250 qo'yaverasiz, ikkita 250. 3ta ham bo'ladi. Bu ham bo'laveradi. O'chgan vaziyatdamiz. Mana yo'l Aytgan deb bor ekanmi? Nima, ma'rif akalar nomerini olib qoldim. Burib ketib, membranani tagidan suv chiqib ketdi. Ko'tarib yuboribdi. Yaxshimaydim ko'rib ariqmaganimiz. Ustidan tashlasang ko'tarmaydi. Ha? Kilolik malades. Judayam zo'r.
Xullas 22 kilovat 1350 dollar nasos narxi. O'rnatishini 5 million so'mga qo'yib berdik. Olib kelib, politelilar 125 ming so'mdan. Shitlarni o'zlari qo'yishar ekan. Qayerga mashinadan suv olasizlarmi? Deb qolamiz shu yerda. Necha yildan suv bo'lmagan? 20 yildan beri bo'lmayapti. Xudo xolasa mana 20 yildan beri suv bo'lmagan ekan, nasib bo'lsa. Endi bag'i, xudo xolasa kuzga yo'limiz tushib qolsa kelamiz-da, holat turgangani. Hosilda xudo endi buyog'i Inshaalloh. yaxshi bersa biz mana shu yerda mehnatdamiz. Bug'doy chatalidan berasiz. Xudo xolasa. Akalar, nasib bo'lsa ana endi uyga qaytamiz. Xullas, hozir ko'rsataman. Mana apparaturalar yuklangan. Kamiga mana eda. Kegincha bolalar chiqaryapti ukalar kegincha. Mana bu yerda undan kattasi bor. Juda ham kattasi. Bu nasosga 2 marta dam beradigan. Bu 1100 tonna beradi bu nasos. Soatiga. Ag'ini bo'shatib yubor. Chiqar, burchagini chiqar. Mana. Xudo xolasa mana bu o'zimizni Mingbuloqqa, Namanganning Mingbulog'iga. Xudo xolasa. Ya'ni kattasi ekanda bu hali Ana, xudo xolasa zo'r. Sverk apparat. Ochiq oydin gapiraver, men nasos olaman-ku. Ash nasosga bonus qilib berdi. Nasos o'g'allarimga. ishingiz yurtda. Ha, endi shu ham bitta. Ha. Xudo xolasa. Yangi sverk apparat. Yana bir yerga tashab. Keyin sizga balga mendan nima qilamiz? Ha, xudo xolasa. Nasib. Suv chiqarib ketdi mana. Sabon reklamasini hedab qo'y. Unga narsa qilish harakat. Ertaga eltirib. Aka, 1 metrdan ochib ko'rib chiqdim kabilni. Kabillarni ikkita kabilni ajratib. Labo xizmati bo'lsa, vodiy bo'ylab yorilaveradi. O'zbekiston. O'zbekiston bo'ylab. Nasoslarimizni xudo xolasa mana shu olib borib beriladi. Rahmat hammaga, endi kech bo'lsa ham harakat qildik. Nasib bo'lsa qaytamiz.